ishimiz sifatiga ko'ra bahosini beraverasizlar. Ya aka nima qilyapsiz? Devolni dabdalasini chiqarasiz-ku. Aka bu yetki mo'yishtiramiz, bunga loy, chang, umuman ziyon yo'q aka. Aka bu xizmatimiz 10 yil garantiyasi bor. Sifati juda a'lo, juda zo'r. Yetki mo'yishtiramiz bo'ladi. Loy tegadimi, chang tegadimi, bemalol yo'l ko'rsatib bo'ladi aka. Hozir yo'l ko'rsatamiz buni ham. Aka bunaqa loylarda changlar bitta shilangdami, karcherdami, satil suvdan yo'lsiz bo'ladi. Do'stlar, Samarqandda travertin xizmatlari kundan kunga trendga aylanib bormoqda. Usta akalarimiz mana bu qilgan ishlari karta mira fasoni kvadrati $10 ga tushgan. Barcha narsasi o'zlaridan. O'zi travertin xizmatlarining narxi kvadrati $9 dan $13 gacha qilib berishyapti. Sizdan talab qilinadigan narsa agar devolingiz shkaturka bo'lsa, faqatgina lesa bilan, yotoq joy bilan ta'minlaysiz. Nodir aka, bizni obunachilarimizga ham skidka qilasizmi? Albatta aka, siz nomingizdan chiqsa, skidkalarimiz juda ko'p. Masalan, men Samarqand bugundan chiqyapman desa, podsvetkalar o'zi olib berishadi, podsvetkalar qo'yib, mana bunaqa remsular hammasini chayqab beramiz. Lisasigacha chayqab beramiz, siz nomingizdan chiqsa. Hozir aytib o'tdingiz-ki, lisani olib beradi, yo'q, lisa o'zimizdan bo'ladi, boni tushib bo'ladi. Do'stlar, kimga agar travertin xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, Nodir akaning raqamlarini qoldirgan